saroyi 50 ming narx tushdi. Puliga arzigan butun ulimi bu to'yxonami aqli foydalansangiz ham bo'laveradi. Ikki tomonlama hovliga kiraverish qoplari bor mana. Buni qarang endi. Tashqi sanuzeli keldi-ketdiga mana mexanizmda shunday o'zi chiqib tushadi. Ana buni qarang. Bu hovli bu. Tepasini ochib yuborsangiz bo'laveradi. Bitta shunday kichkina marosimlarni ham o'tkazib olsa bo'laveradigan holat qilib qo'yishibdi. Ikki tapchandi qilib, bishitgan qilib shuni ochib yuborilsa, azar kayf qilib o'tirlar xolos faqat. Kiraverishimizga sanuzel chap tarafimizda yotoqxonasi 101 daraza bo'lyapti. Yana bitta yotoqxona bo'lyapti. Shotki va shu. Oshxonasining holati juda ham fayzli, go'zal holatda mana. Oshxonasining ichkarida kacholxonasi. Juda ham katta keyin chiqamiz. Tashqi buni chegarasiga kiryapti. Mana qozon o'chog'iga xonasi. Mana shu mana tashqi holati. Tomdan bu tarafi mana shu ponni naveslari bilan ichkarida 6 ta xonasi, 3 ta sanuzeli, hop oshxonasi bitta bo'lyapti. Nima desa bo'ladi, bitta o'sha xullas. Sonda ham 3 ta xonasi bor, ko'p chiqamiz. 100% to'plik bo'lgan ishlatilgan narsalarni bitta qiziqib ko'rib olaverasizlar. Mana eng poshsholari ular. Xonasi ekan, eng yoqqan xonasi mana shu. Mana yotoqxona ichidan bu shkaflari, shpanerlari даже ishlatilmagan ekan. Bu sanuzeli. Bitta keldi-ketdiga mehmonlarga zali bo'lyapti. Ancha qiziq. Buni yo'lda qurib olishdi o'zi bu. Interes mana shu yer, korоче 18 so'tlik bag'i ham sotiladi. Mana bu yerda ham 8 ta 9